Assalomu alaykum qadrli YouTube blogimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan Italiyadan keltirilgan mana shunaqangi chiroyli va ko'rkam bo'lgan o'simliklarning obzori bilan tanishib chiqamiz. Bugun menyuda deydi-yu, bugun menyuyimizda katta chegirma, bahaybat o'simliklarni arzon narxdan olish imkoniyati, shu bilan bir qatorda juda ham noyob bo'lgan turli-tuman bahorda gullaydigan doim yashil butalarni ko'rib chiqamiz. Bizlarni yo'qotib qo'ymasdan oldin bizga podpiska tugmasini bosib qo'ying va videoni ko'rib oxirida manzur kelsa like tugmasini bosishingizni so'rab qolaman. Demak, o'ylayman bugun juda ham sizlarga foydali kontent bo'ladi. Sabab aytyapman, Italiyadan keltirilgan o'simliklar bu yili anchagina qulay narxlarda keltirildi. Kommentariyada voy qimmat ekan, arzonlashtiring, unaqa savollar bo'ladi. To'g'ri, narxlar yuqorida ko'rinishi mumkin, lekin haqiqatdan bunaqangi sifatdagi o'simliklar narxi bozorda ham asli xuddi shunaqa narxda. Shu sababli juda ham narxi qimmat ekan, arzon ekan, bunaqa ekan degan gaplar emas, balki bu o'simlikni qanchalik sizga kerakli, muhimligi haqida va ularni parvarish haqida qanaqa ma'lumotlar olish xohlayotganingiz haqida yozsangiz, shu haqida sizlar bilan gaplashamiz. Demak, tayyor bo'lsanglar, videoni boshladik. Demak, o'rtoqlar, bu o'simliklar bilan men ham birgalikda, sizlar bilan birgalikda tanishaman. Bu Italiyadan keltirilgan, adashmasam, oxirgi partiyadagi o'simliklarimiz. Bu o'simliklar yetib kelish uchun anchagina yo'ldan kezib o'tishdi. Shular bir qatorda bu o'simliklarni eng sifatlilarini tanlashga ham anchagina vaqt ketgan. Shu sababli bugun sizlarga bu o'simliklarni qulay narxlarda taqdim etishdan xursandman. Demak, har qayerga yurmaymiz. Birinchi bo'lib mana shunaqangi betakor bonsayni vakilidan boshlaymiz. Demak, o'ta ko'p turganlarimiz Juniperus, ya'ni можжевельникlarning bonsaylari va ularning orqasida Kypris Kiparis Leyland Gold Rider bonsaylari turibdi. Demak, bular narxiga to'xtalsak, mana shu ko'p turgan bonsayimiz $1900 tashkil etar ekan. Ko'p turibsiz, 3 ta 4 ta olib kelingan. Va bular narxlari nima qimmatligi haqida qayta ta'kidlashim shart emas, sababi anchagina mehnat, qo'l mehnati va mutaxassislarning mehnati ketganligi uchun narxlar shunaqa chiqadi. Bu ko'p turganimiz Kypris Leyland Gold Rider archamiz bo'ladigan bo'lsa, bir muncha arzonroq, ya'ni bu ko'p turganimiz $615. Narxlari bilan lentalari bog'lab yozilgan $615. Va bunaqangi sal kattaroqlari bo'lsa $850 ekan. Bo'yi yuqoriroq bo'lganligi uchun narx 850 va kichikroq bo'lgani uchun $615 ekan. Archalar mavzusidan uzoqlashmagan holda Kiparis arizonskiy archasiga to'xtalamiz. Bu ko'rib turgan Kiparis arizonskiy archalarimiz afsuski sotib bo'lingandan qolgan, adashmasam. Tez sotilib ketdi. Narxi $45 chiqqan ekan. Balandligi 130-150 sm tashkil etgan. Mana shu qopni hozircha, agar kimga qiziq bo'lsa, kelib xarid qilishga ulgurib qolsanglar bo'ladi. Oddiylikdan ko'ra bunaqa shakl berilganlarni yaxshi ko'raman deydigan bo'lsangiz, mana shunaqa spiral shaklligisi ham keldi va bu bizani birinchi aksiyamizdagi, ya'ni bu partiyadan birinchi aksiyaga tushgan o'simligimiz hisoblanadi. Bu ko'rib turganimiz Kiparis arizonskiy archasini $130 spiral shaklligisini olmasanglar bo'ladi. Buni balandligi 170-190 sm va $130 ga adashmasam juda ham yaxshi. Sifati ham ancha yuqori. Mana zichligiga e'tibor beramiz. Tana zichligi, tanasi va arizonskiy Kiparis archasining haqiqiy paymandan o'tgan shikarniy sorti. $130 dan birinchi aksiyadagi arizonskiy Kiparis archasi spiralini xarid qilib olishga ulgurib qolinglar. Archalarni mavzusidan yura olishmaymiz. Navbatdagi o'simligimiz Kedr atlaski. Kedralarni bilasizlar, juda ham chiroyli bo'ladi. Bu kedrimiz mana ko'ryapsiz qanaqa zich, baquvvat. 220-250 sm tashkil qiladi bo'yi. Mana bittasi, mana shu bitta ko'chat, mana ikkinchi ko'chat yonma-yon turibdi. O'zi bilan zich o'smaydi, mana shunaqa yoyilib o'sadi. Narxiga to'xtalsak, $400 dan ekan. Narxi $400 ekan. Hali yoyishga ulgurmadik bilan joyiga joylashga. Shu chirilgan joyda sizlarga obzor qilyapman. Bularning tahlilimiz yana ham chiroyliligi ko'rinadi. Uning uchun Instagramimizga aytdim, obuna bo'lsanglar, o'sha yerda kuzatsanglar bo'ladi. Va kedrimizning orqasida shunaqangi Fatiniyani visokiy shtamplari. Juda ham baland bahaybatga o'xshayapti, haqiqatan. Mana ko'rib turibsiz. Piramidali shtam bu, sharmas tepasi.
piramida shaklida, konus shaklida qilingan va buni balandligi 14-12 bo'lsa, demak balandligi 3-3,5 ekan. Va bunimizning narxi $500. $500 высокий shtampdagi Fatini. Juda ham ko'rkam va go'zal bo'lgan videoni mana shu sal boshroqda aytib o'tishim kerak. Magnolia listopadniy. Ko'rib turibsizlar, mana balandligi 150 sm tashkil etadi, ya'ni 1,5 metr degani. G'unchalab gullab turibdi ham mana. Qarang. Hidi bilasiz, juda ham shirin bo'ladi. Bu Lily Flora Nigra, ya'ni lili цветная черный magnolia deydi buni. Shunaqa magnoliyamiz, bu super narxda do'stlarim. Bu aksiyada emas, но зато aksiyadan ham zo'r narxda. 150 sm bo'yi chiqadigan bu magnoliyamiz $150 ekan. Kichkinasi $100 kelgan xabarlar bo'lsa, Jenny sorti. Lekin bu $150 chiqibdi. Вообще шикарный narx. Do'stlar, ulgurib qolinglar xarid qilishga. Hozir ko'zinglarni quvnatib gullaydigan payti $150 menimcha toplamasanglar kerak italyanskiy bunaqangi listopadniy magnoliyani. O'tgan safar $30 dan aksiyaga qo'ygan ekipaj Arizona'mizdan ham kelgan, faqat sanoqli mana shu yerda turibdi. Orasida 5-10 ta. Bularimizni narxi $36 do'stlar. Agar kimga shu hajmdagi arizonskiy ekipaj kerak bo'lgan bo'lsa, kelib olsanglar bo'ladi. Lekin bunga aksiya bu safar afsuski qo'yilmabdi. $36 dan olsanglar bo'ladi. O'zi 5-10 ta qolgan. Tisarchas. Shunaqangi betakor konus shakl keltirilgan tisarchasi, qarang mana unda bunaqa qilib kesib qo'ygan ekan. To'g'risini aytaman o'rtoqlar, tisarchasi salqinni yaxshi ko'radigan achchiq hisoblanadi va yer yuzida kislorodni eng toza qiladigan achchiq hisoblanadi. To'g'risini aytsam, menga uncha yoqmaydi tis, lekin agar sizni qo'lingiz zax bo'ladigan bo'lsa, quyosh kam tushadigan bo'lsa, shunaqa joyga bemalol eksanglar bo'ladi. Chiroyli forma keltirib chiqasi bo'ladi, lekin kompaktniy, sekin o'sadigan bo'ladi. Mana shu ko'rib turganingiz $275 dan. Shtamp shaklidagi majvelniklar $110 dan. Hozir buni bunda alohida surib ko'rsataman. Qo'limga kley yopishdi. Hozir anchada kley chiqaradi, bilasizlar. Mana shu $110 dan shtamp shaklidagisi keltirilgan. Mana chiroyli bo'lib turibdi. Ya'ni yashnashni boshladi. Hozir bular qishki formasidan chiqyapti. $110 dan yaxshi narxda. O'zi azalida 135, 125 kelardi. Yaxshi yildan yilga tushyapti. Bu yil $110 dan chiqibdi narx. Nima yo'da yana bitta yaxshi taklif. Testimizdan mana shunaqangi kolonna vidnisini $150 dan olsanglar bo'ladi. Balandligi 1 metr chiqadi. Juda zich chiqib o'stirilgan ekan. Mana bu variant menga yoqyapti. Buni eksa bo'ladi, eksa arziydi. Narxi ham zo'r. 80-100 sm chiqadi. Va mana ko'rib turibsiz, qanaqa chiroyli kolonna hosil qilib ekilgan. $150 dan. Xo'sh, bizga yana bu yil Italiyadan mehmon bo'lib qaysi o'simlik keldi? Bu gartenziya. Dada, to'g'ri eshitdinglar, gartenziya. Gartenziyani dubalisnisi, ya'ni dubbarkli gartenziya deymiz. Bu juda ham katta kusti keldi bu yil. O'tgan yil kichikroq kelgan edi. Arzon chiqdi. Bu safar $75 dan mana shunaqangi bahaybatginasi keldi. Mana $75 dan mana shu bahaybatlar. Katta tuvayga ekilgan. Va albatta kichkinaroq tuvayga ham ekilgani bor ekan. Mana hozir ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, bularni bitta alohida ko'rib olaylik, ajratib. Voy, qitormi? Tur, yiqilmang faqat. Uyat bo'ladi. Mana dubalisti gartenziyamiz. Kichkina idishdagisi. Narxini borib so'rab keldim, lentasini ilishmabdi hali. Kichkina idishdagisi arzonroq chiqdi, $38 dan. Lekin juda go'zal va kattasiga nisbatan ko'proq. Yangi mana barglarini chiqaryapti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta shoxi bor. 7 ta shox, 7 ta gul tayyor degan. Rhododendron hammani yuragidan joy egallagan o'simlik $80 dan chiqibdi yana bu partiyasi. Bahaybat partiyasi turibdi.
azaliya do'sti bilasizlar. Mana shundog'i $60 chiqibdi. Shoshmaymiz o'rtoqlar. Kimlar azaliyani yaxshi ko'rsa, men sizlar uchun ikkinchi aksiyani azaliyaga qildim. Hozir ko'ramiz uni. Taram taram taram. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Xafa bo'lishinglarni xohlamayman. Albatta menga ham ziyon bo'lmasin, sizlarga ham ziyon bo'lmasin. Mana shu azaliyamizni siz 3 litrli idishlikni $21 dan 1-iyungacha xarid qilsanglar bo'ladi. O'ylaymanki 1-iyungacha qoldirmaysizlar, sababi hozir bular gullaydi. Gullari juda ham shikarni, chiroyli, go'zal, ko'rkam bo'lib gullaydi mana. Ko'rib turibsiz. Kelib hoziroq xarid qilib olinglar. $21 dan juda ham zo'r narxda. O'ylashinglar mumkin $21. Andijonda vodiyda arzon ekan, Qo'qonda arzon ekan. Pожалуйста, iltimos. Andijondan, Qo'qondan ham ovuringlar bemalol. Lekin baribir bilasiz, zavodskoy bular Italiyada kelib, Italiyada yetishtirilib keladi. Italyanskiylari baribir yaxshi bo'ladi. Kачествосini o'zinglar farqlay oladigan darajada bo'lishingiz kerak. $21 dan maza qilib sotib olsa bo'ladi. Olib ketinglar mana. Shu turibdi hozircha ozgina. Yashilliklar ko'p ko'z zerikdi. Gulli narsani ham ko'ringlar mana. Jimjimador gullar egasining nomi Lara Petalum deyiladi. Lara Petalum kitayskiy Fire Dance degan sorti bu. Mana shunaqa pomponchik bonsai shaklida qilingan ekan. Bonsaichik deb o'yladi endi. Bonsaichik bergan ekan ma'lumotni $275 dan. Mana gulini yana bir marta ko'rsataman. Bular bahorda shunaqa gullaydi, keyin avgust sal namgarchilik boshlansa, yog'ingarchilik boshlansa, sal keyin yana bir marta, ikki marta gul berishi mumkin. Qolgan payti o'zini yashil qoramtir barglari bilan bezab turadi. Bahaybat pixtalar. Pixtalar salqin joy xushlaydigan archalar hisoblanadi va aynan qishda bezatiladigan archa aynan shu pixta hisoblanadi. Pixta bizga 2 yildan beri kelmayotgan edi, ayrim sabablarga ko'ra, bilmayman nima sabab. Hozir mana shunaqa balangina 3,5 metrlarga kelibdi. Narxi $750 dan ekan. $750 go'zallik. Mana bu yerda ikkita sherigi ham bor. Pixta ozgina kelgan. Kelib tanlab olib ketinglar. Spiral shaklda archani ko'rdik, pompom shaklda archani ham ko'rib o'tib ketamiz. Kiparis arizonskiyning pompomi. Bular $220 dan chiqqan narxi. $220 ga ham anchagina yaxshi, sababi balandligi 200-210 cm tashkil etadi. Ko'rkamligini qaranglar, bularning sharlarini sochli bo'lib turibdi. Kelinglar o'rtoqlar, $220 dan xarid qilinglar. Bular ham cheklangan 10-15 tagina kelgan. Klion, albatta shohona daraxtsiz landshaft bitmaydi. Bu palmalisli kliondan Fireglon degan sorti, yangi sort topib keldik bu yil. Bloodgood bilan, mana Bloodgood. Blood degani qon, good yaxshi, ya'ni yaxshi qon, toza qon degan ma'noda keladi. Toza qonli bu klionlarimizdan $300 dan olsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Bular endi mana barg beryapti. Yarim soya joyingiz bo'lsa qo'lingizda, shartta o'ylab o'tirmay ekib qo'yinglar. Albitsa Lenkaranskiyning unaqangi Summer chokolad degan sorti. Bu hali barg chiqarmadi, chunki uyquda bu daraxt, akatsiya. Bilasiz, mana mabda 2-3 ta bor, 5 ta kelibdi o'zi. $650 dan. Bu go'zallikni endi yozda ko'rsataman, xudo xohlasa sotilib ketmasa, juda ham go'zal bo'lib, ko'rkam bo'lib barg chiqaradi va gullaydi. Balandligini hozir aytaman sizlarga. Demak, lentada bergan ma'lumotga ko'ra, ahvat 14-16, ya'ni stvolda balandligi 3,5 metr. Azaliyaning shtamp shakli $150 dan. Balandligi 1,20-1,5 metrcha chiqadi, 150 cm chiqadi. $150 ga yaxshi narxda kelgan. Albatta sizlarga ham yaxshi narxda, o'ziga yaxshi ekan deb o'ylamaydi. Chunki bozorni ko'ramiz, bilamiz hammamiz. Juda chiroyli, shikarli narxda. Hozir ko'zimni og'zini ko'ringlar. Mana kronani qaranglar. Gul bilan to'ladi yaqinda. Xudo xohlasa albatta. Aksiyaga o'tamiz o'rtoqlar. Eng oxiriga men magnoliyalarni qimmatini olib qo'ydim sizlarga. Arzon qilib berishga albatta, qimmatdan sotar ekan demanglar. Videoni shu paytgacha kelgan bo'lsangiz, siz
haqiqiy hamma xohlayotgan aksiyaga yetib keldingiz. Xursand bo'lishingiz mumkin. Ikkita magnoliyani aksiyaga qo'yganman, hozir ko'rsatib o'taman. Magnolia grandiflora Galeas Priox. Bu gibrid magnoliya hisoblanadi, bilmaganlar uchun. Yirik bargli va yoshligidan gullaydigan sort. Demak, biz Italiyadan klientlarimizni xursand qilish uchun bizga bitta variant ber. Arzon bo'lsin, baland bo'lsin dedi u. Va ular bizga mana shunaqangi ashir tanlov bo'lgan magnoliyani berishdi. Nima bu? Ostatkadan olib keldinglarmi? Qanaqa magnoliya bu? Shuni ham aksiya qo'yadim deyotgan bo'lsanglar, hozir adashasizlar. Qo'y, yiqilma, uyalma, uyalib ketyapti. Bu shtamp holatga tayyorlangan, ya'ni uyingizga borib ekkaningizdan keyin mana bu tanasini tegidek barglarini shart tozalab tashlaysiz va tepasini shtamp holatda qoldirasiz. Xo'sh, nimaga erishasiz? Birinchidan, baland bo'yli shtamp magnoliyasi hosil bo'ladi va mana bu yuqori qismlardan ozgina streshka qiladigan bo'lsangiz, yana ham pishniy bo'lgan magnoliyangiz hosil bo'ladi. Bu magnoliyani asos stvoli kesib tashalmagan, shu sababli anchagina balanga ham o'sadi va shtamp shaklida o'zingiz parvarish qilsangiz bo'ladi. Plus bu gibrid sort bo'lganligi uchun ham bargi yirik, ham yilda 2-3 marta gul beradigan sort hisoblanadi. Eng kulminatsion nuqtasi albatta buni narxi. Do'stlar, buni narxi $200 emas, $300 emas, $150 ham emas. Hech pul. $120. Mana. Hozircha mana ko'rib turibsiz, bir 20 ta 30 ta bor. $120 ga judayam zo'r, super, giper, muper narx. Do'stlar, shtamp holatdagi Priox Galeas magnoliyasini ekish tavsiya qilaman sizlarga. Bilasizlar, o'zimga yoqadigan narsani hamisha tavsiya qilib kelganman. Video davomida kuzatayotgan bo'lsanglar, tavsiya qilinadigan tavsiya qilaman. Mana $120 ga bu o'sha tezroq yastontaga qo'yib qo'ygan pullaringiz yoki bankka qo'yib qo'ygan pullaringizni olib ketadigan joyi. Bir kun kelib albatta mana bunaqangi baland shtamp holatga ham keladi va magnoliyas agar yaxshi parvarishsiz shunaqa tanasi qalin bo'lgan magnoliya holatga ham keladi. Faqat bu grandiflora krupnotsvetkoviy sorti va bunimizning narxi $550 do'stlar. $550. Boyi $120 siz 5 yilda mana shunaqa qilib olsanglar bo'ladi. Piramida shaklidagi magnoliyani sevadiganlar uchun mana shunaqa bahaybat piramidasi ham keldi. 250-300 sm balandligi. Narxi $700 dan. Bular orasi ochilmaganga yaxshi ko'rsata olmayman. Endi Instagramimizga o'tib olsanglar, o'sha yerda ko'rsatib o'taman. $700 dan. Bu bola bizga giper, muper, super 20 bo'ladi magnoliyaga dedi-yu, 120 dan ashir tanlov magnoliyani ko'rsatdi deb asabiylashayotgan bo'lsangiz, hozir to'xtating asabiylashishni. Sababi sabr tegi oltin sariq degan naql bor. Mana shu naqlga amal qilib videoni shu joygacha kelgan bo'lsangiz, mana sizlar uchun super gigamon chegirma. Mana shu qo'limda turgan magnoliya balandligi 80 cm, 100 cm chiqadi. $80 dan edi, lekin sizlar uchun mana shu bir 80 ta 100 taga yaqinini $65 dan xarid qilish imkoniyatini taqdim qilmoqchiman. Ya'ni bu super chegirmamiz, kulminatsion chegirmamiz hisoblanadi. Mana shu ko'rib turganingiz Italiyadan keltirilgan haqiqiy sifatli kачественный magnoliyani $65 dan aksiyada olsanglar bo'ladi. Mana shamol ham bo'lib ketdi. Shamolimga ham yoqadi shu aksiya. Va do'stlar, bu aksiya qachongacha davom etadi degan savol hammani qiziqtirishi tabiiy. Bunimizning aksiyasini men 1-iyunga qadar qilib belgilayman. Ko'rasiz, ancha tafovut bilan qoldiryapman. Aprel, may, iyun 3 oy. Odatda 3 oygacha cho'zmayman aksiyani. Ildiz tizimi va постоянно ko'rsatib o'taman. Do'stlar, bu siz qayerdadir ko'rgan, ekib bittada quritadigan magnoliya emas. Bu haqiqiy Italiya sifati, качественный. Mana shunaqangi chiroyli formaga keltirilib, kesilib, formirovka qilinib olib kelingan magnoliya. Mana ildizi. Va shuni $65 dan taqdim qilyapman. Shu sababli bu Italiyanikini maqtayotibdi, chet ellikki Xorazqand zo'r yotib olganlik emas, do'stlar. Baribir tan olish kerak. Haqiqiy o'z ishini ustasidan o'simlikni xarid qilsangiz, ko'p yillar davomida sizni uyingizni bezab turadi. Bolani begonasi bo'lmaganda, gullarni ham begonasi bo'lmaydi. Albatta, Xudo xohlasa O'zbekistonda, aynan bizning pitomligimizda bularni ham mahalliylashtirish ishlari amalga oshirilyapti. Albatta biz bularni
juda ham chiroyli narxlarda qilishga harakat qilyapmiz. Lekin hozirgi kunda sizlarga qilib bera oladigan imkoniyatimiz aynan shu Italiyadan keltirilgan sifatli magnoliyalarni $65 dan xarid qilish imkoniyatini taqdim qila olamiz. Shu sababli bu fursatdan unumli foydalaninglar, pitomnikka tashrif buyuringlar, xohlagan yoqqanini tanlab olinglar. Bilamanki video obzor sizlarga juda ham ma'qul keldi. Zardoflars pitomnikiga tashrif buyuringlar. Bu pitomnikimizda juda ham ko'plab noyob va yaxshi, maksimal darajada sifatli bo'lgan o'simliklarni topish imkoniyatiga egasizlar. Maxsus aksiyalardan foydalanib qolinglar. Hammasi o'zi belgilangan sanagacha davom etadi. Bu o'simliklarning soni ham cheklanganligiga e'tibor bering. Sababi esingizda bo'lsa gortenziya va piyonlar haqida video qo'ygan edim. O'sha gortenziyalarimizni hammasini sotib bo'ldik. Va nima bo'ldi, qolib ketdik, ololmadik degan ko'plab kommentariyalar yozyapsizlar. Shu sababli vaqtdan unumli foydalangan holda aksiya e'lon qilingan kundan boshlab to amal qilgungacha bo'lgan muddatni kutib o'tirmasdan tezroq pitomnikka tashrif buyurib xarid qilib olinglar. Dastavka masalasiga to'xtalib o'taman. Dastavka hozircha yo'q. Sababi hozir bahor mavsumi biz fiziologik jihatdan ulgura olmayapmiz dastavkalarni chiqarishga. Shu sababli sizlarni umidvor qilgandan ko'ra to'g'risini aytish kerak, dastavka imkoniyati hozirda yo'q. Siz pitomnikka tashrif buyurib har kuni ishlaymiz, faqat hayit kunlaridan tashqari ertalab 9 dan soat 18:00 ya'ni 6 gacha bemalol pitomnikka kelib, savdalashib, bemalol o'simliklarni olib ketsangiz bo'ladi. Faqat transaksiyadan chiqmasin, aksiyaga qo'yilgan o'simliklar narxlari minimum darajada belgilangan bo'ladi. Shu sababli ulardan chegirmalar o'tib berilmaydi. Qolgan o'simliklardan bo'lsa chegirmalar olsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Ismoilbek Rustambekovich bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.